tez harakatlanish muhim bo'lganligi kabi, o'z vaqtida to'xtay olish ham juda muhim. Siz ABS tizimi qanday ishlashi haqida bilasizmi? Zamonaviy avtomobillarda keng qo'llaniladigan ABS avtomobillarning xavfsiz va barqaror tarzda to'xtashiga yordam beradi. Bu tizim ayniqsa kuchli va keskin tormoz bosilganda g'ildiraklarning to'liq qulf bo'lishini oldini oladi. ABS tizimi qanday ishlaydi? G'ildiraklar yonida o'rnatilgan maxsus sensorlar ularning aylanish tezligini doimiy ravishda kuzatib boradi. Agar haydovchi tormozni keskin bossa va tizim qaysidir g'ildirak haddan tashqari sekinlayotganini sezsa, shu g'ildirak tormoz bosimini avtomatik ravishda sozlaydi. Bu har bir g'ildirakni optimal tezlikda sekinlashishiga yordam beradi. ABS ning oddiy tormozlardan farqi nimada? Oddiy tormoz tizimida keskin to'xtashda mashina sirpanib ketishi mumkin. Bu esa boshqaruvni yo'qotishga olib keladi. ABS esa bunday vaziyatlarda g'ildirakning qulf bo'lishini oldini oladi va avtomobil yo'lga yopishuvchanligini saqlab qoladi. Haydovchi boshqaruvni yo'qotmasligini ta'minlaydi. Yodda tuting, mashinangizning ABS tizimini har yili hech bo'lmaganda bir marotaba texnik ko'rikdan o'tkazing. Bu sizning xavfsizligingiz uchun juda muhim.